yor jamoli. Pidal bashara xotin, ertaga uylantirsang egiz tug'diradigan bola hali ham so'zga shim o'tiribdi. Ha men nima qilay? Men so'zkadan chiqara olmayapman bu bolangizni. Uni yo'li bor-ku, ota-bobolarimiz qo'llagan so'zkadan chiqarish layfhakidan foydalanamiz. Oy, o'g'lim kiydi. Bolam yana so'zga shumasanmi? Yo'q, kerak emas. Unda so'zga bilan xayrlashuv marosimini qilamiz. Xotin nima qilyapsan? Ha, bolani emizatdim. Ular kap-katta bilan hali emizayapsan. Ha-da, so'zkadan chiqardik, lekin sutdan chiqara olmayapman. Nima qilsam bo'larkin-a? Shu ham muammomi, xotin? Mana uni ana o'qil. Ha. Mama kerakmi bo'lam? Yo'q, dada, kerak emas. Ana, xotin sutdan alamini chiqaradi-da. O'g'ey, uchuq yomon azob beribdi-da. Xotin zinoga qaydaydi. Sen qanaqa xotinsan, hali ham pampers ishlatyapsanmi? Ha, chiqarib bering qo'lingizdan kelsa. O'zi qanaqa pampers ishlatyapmiz? 4 yildan beri Feri Baby olib kelasiz-ku dadasi. Tug'ilgandan beri shu pampers ishlatamiz. Umuman allergiya chaqirmas ekan. Barakasini aytmaysizmi? Arzongina o'rtasi yig'ilib ham qolmas ekan. Ona sifatida onalarga shuni tavsiya qilaman. Onalarni emsin. Azur bo'lsa ishlataver. Katta ham bo'lib qoldi-da dadasi, uyatdan bo'lib ketdi. Chiqarib bering. Ha, bo'ptimi? Choyda yaxshidammi? Odamlar yozyapti, choy yo'q-ku deb. Qancha bening qara. Ana siydi. Pampers kiyamizmi, bo'lam? Yo'q, bo'ldi, pampers kiymayman. Unda Fairy Baby pamperslar bilan ham xayrlashamiz. Paka. Bir yildan keyin ko'rishamiz. Tushunmadim. Men to'xtash niyatim yo'q. Harakatdan to'xtamadik,